Neden aldınız? Bu ne şırlanken? Bugungi dastavkamiz Yamlaruk tuman Chiqirchiqa bo'ladi. Bu yerdan adresi kim do'stlar? Baynazar rayonida dastavkada bekib keldik. Kotyolni tayyor boradi. 30 kilovatlik 300 kvadratga mo'ljallangan. Hali yana sexda bor. Tayyornal holatda turibdi. Telefon urdilar. 2-3 soatning ichida amallab kelib ketdik. Bu kotyol 3 cheklisdan tayyorlangan. İşlerini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, 4 qator teplam benlik bo'ladi buning ichida. Kotyolning bahosi 9 million so'm dastavkasi bilan. Eshiklari 3 kat etib uzanadi. Eshiklarına tutun chiqmasligi uchun azbizlikni qilib qo'yiladi. Hamma eshik tez ochilib yopiladi. Ligrovka bo'ladi yana. Arqalardan ko'rsatib o'tsak yana. Ligrovka bo'ladi. Eshikni ham so'ylanadi-da buning ustida. Ko'mir bun kerak. 35-40 kilo ko'mir sig'ib boradi ichine. Peslardan ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bu eshiklar ham tez ochilib yopiladigan bo'ladi. Ventilyator bo'ladi yana. Demirlarga termostat bo'ladi. Kime shunday kotyollar kerak bo'lsa, piyasa nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib zakaz berishlaringiz mumkin. Tayyor nalichi holatda turibdi. 30 kilovatlik, 22 kilovatlik, 15 kilovatlik, 35 kilovatlik kotyollar tayyor turibdi hozir.